Deyarli har kuni bir xil takrorlanadigan 8 oylik qizimning ertalabki rutsinasi. Tongimiz odatda nechida uxlashdan qat'iy nazar 8-9 da boshlanadi. Shu bilan doimgi ertalabki rutinalarimizni boshlaymiz. Pijamalarni almashtirib, yuz-qo'l va kichkina tahorat olib chiqqandan keyin namlantiruvchi kremni surtaman. Qizimni terisi atopik dermatiti bor. Shuning uchun butun tanaga 2 mahal krem surtilishi shart. Bundan tashqari yana 2-3 mahaldan namlantiruvchi kremni surtirib turish kerak, chunki tana qurib qolishi mumkin emas. Undan keyin biz eng qiyin bosqich tishlarni tozalaymiz. Qizimni hozircha 3 ta tishi bor va biz ularni muntazam 2 mahal tozalashga harakat qilamiz. Amallab tishlarni tozalab va vitaminlarni ichgandan keyin hovliga tushamiz. Men choy ichgunimcha Oysa akamasi bilan o'ynaydi yoki birgalikda choy ichamiz. Sayr va ozgina o'ynagandan keyin yana uyqusi keladi. Shu bilan turganda 2 soat o'tib birinchi uyqusini uxlaydi. Bu vaqtda men na tuzi bor, na shakari bor bemaza ovqatlarni tayyorlab turaman. Sizlarning ertalabki rutinanglar qanaqa va qachondan bolajoninglarni tishini tozalashni boshlagansizlar?